Kubinskiy 77 migratsiya sentr. Оформление dokument. Juda ko'pchilik telefon qilyapti, dokumentlarni bo'lyapti. 11:26 bo'yicha kimlardir qaydandir gap eshitgan, 11:26 bo'yicha to'xtadi deb. 11:26 bo'yicha hali ham topshirilyapti dokumentlar, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Faqat shoshilamiz. Hozir ancha odam sepsilgan joyga tushgan. O'chirib u darajada oldingachalik ko'p biz. Bemalol hozir aloqaga chiqib 11:26 bo'yicha ham dokumentlar tayyorlasanglar bo'ladi. Sankt-Peterburgga yaqinlanamiz. Faqatgina iltimos qilamiz, Sankt-Peterburgga yaqinlanib telefon qilinglar. Dokument ishlari bo'yicha. Qanaqadir savollar bo'lsa, qo'ldan kelgancha javob beramiz. Kimgadir javob bera olmagan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Aslida juda ko'pchiliklar, men bitta o'zimga ikkita telefon tinmaydi, ochig'ini aytganda, shuning uchun qo'ldan kelgancha maksimum harakat qilamiz hammaga javob berishga. Kubinskiy 77 migratsion sentr doim aytganimiz ishlab turibdi. Hammaga yaxshi kayfiyat inshaalloh. Ertadan dam olish, kimga dam olish bo'ladigan bo'lsa, dam olish maroqli